Yo'q, men erkakman. Qizlarning shampunini ishlatmayman deganlar uchun. Erkaklarda ham soch to'kilishi, siyraklashishi, qazg'o va qichishi kuzatiladi. Trichap bu faqat erkaklar uchun emas, bu 100% o'simlik asosida, sulfat va parabenlarsiz. Erkaklarga xos muomalani yechishga yordam beradi. Agar sochingizda to'kilishi ko'payib borayotganligini yoki siyraklashayotganini sezayotgan bo'lsangiz, unda sizga Trichapdan o'sma asosida tayyorlangan shampun to'g'ri keladi. O'sma bu oddiy o'simlik emas. Bu Sharqda va Osiyoda asrlar davomida toza tabiiy vositasi sifatida soch to'kilishiga qarshi ishlatib kelingan. U soch ildizlariga chuqur kirib boradi, uxlab yotgan follikulalarini uyg'otadi va soch to'kilishni boshlagan joylarda qayta o'sishni faollashtiradi. Uni nim va limon asosida tayyorlangan formulasi qichishni bartaraf etadi. U bosh terisini tinchlantiradi va qazg'o paydo bo'lishini oldini oladi. Bu esa soch to'kilishiga qarshi shampun bo'lib, sochi kamayib borayotganligini sezgan erkaklar uchun. Trichap bu shunchaki ayollar uchun emas, bu tabiiy parvarish bo'lib, bugungi kunda unga erkaklar ham ko'proq ishonib bormoqda.